Tennisdan keyin buni tili chiqa boshladi. Sabrisa Hakimani oldilari kelmasidan oldin nabiram jim, mana jim o'tirardi, zaruratlarni ham jim bajarib, deganimiz behuda ketmayapti. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Men asli o'zim Qashqadaryodaman, Qarshi shahridaman. Men shu Mevazor med klinikasini tanishlarim orqali so'rab surishtirib nabiramni olib keldim. Nabiram Ziper bilan kelgandik. Mana Allohga shukr, hozir o'sha iyul oyidan beri olayotgan muolajalarimiz natijasida nabiram Allohga shukr tillari chiqib, mana gapiradigan bo'ldi. O'zini tutishlarini mana hozir yana sizga aytsam, yana boshqa o'zini zaruratlarini ham mana Allohga shukr aytadigan bo'ldi. Mevazor med klinikasiga alohida chuqur minnatdorlik bildiraman. Ayniqsa mana Mevazor med klinikasiga kirishimizdan Nodirajonlar chiroyli muomala bilan bizni qarshi olishadi. Madinajon qizim mana tennis apparatini qo'yib nabiramga chiroyli muomala bilan chiqarib yuborishadi. Sizlarga kattadan katta rahmatlar aytaman. Sizlardan Allohim rozi bo'lsin. Bolajonlarimiz kasal bo'lmasin, shu yerdan shifo topib ketaverishsin. Ishlaringizga Allohim hamisha barokat ato qilsin.